Plazma lifting bemor o'zini qonidan ajratilgan sivertkasi orqali yuzga tabiiy qilinadigan muolaja hisoblanadi. Spesialni o'zini apparati, probirkalari bo'ladi. Imini o'sha qondagi trombositlarni ajratib turib teriga jo'natilinadi. Buning oqibatida yuzga kerakli bo'ladigan vitaminlar, foydali ingrediyentlar, qayta tikiluvchi, yordam beradigan immunitetlar tayyor kojani orasiga kirgiziladi. Ajinlarni yoyishga, terini tetiklashtirishga, oqartirishga yordam beradi. Pigmentlar, dog'lar, ugrining izlariga ham juda ham yaxshi yordam beradi. Soch to'kilishiga qarshi ham bemalol foydalansa bo'ladi. Soch piyozchalarini qayta tiklab beradi. Immunitet bilan ta'minlab berish hisobiga даже genetichniy to'kilayotgan sochlarga ham juda ham yaxshi yordam beradi. Ko'z osti qorayishlar, mimetika ajinlar, skladkalar, bo'shashgan terilarga, ajinlarni yoyishga ham yuz ranglarini xiralashish, bo'shashish holatlari paydo bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi bu inyeksiyani juda ham qo'rqinchli, qon olyapti-ku, qondan qilinyapti-ku deb qo'rqib vahima bo'lib ketadi deb. Ba'zilar bu umuman zararsiz bo'lgan, har bitta narsa одноразовый ishlatiladigan muolaja hisoblanadi. Chunki bu tabiiy immunitet bo'lgani uchun kollagenlarni qayta ishlashiga, kerak bo'ladigan immunitetlarni olib kirib berib, hujayralarni paydo qilishga juda ham katta yordam beradi. Imini shunaqa holatda bemalol o'zingizni qoningizdan ajratilgan tayyor immunitetdan foydalansangiz bo'ladi. Bu umumiy hamma joyingizga 100% mos kelgani uchun, o'zingizda tayyor vitaminingiz bo'lgani uchun umuman xavfsiz muolaja hisoblanadi. Allergiya va boshqa nojo'ya ta'sirlari juda ham past bo'lgan, ushbu protseduramizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, aniq ma'lumot olish uchun konsultatsiyaga yoziling.